Biz Ranaxon bilan Zahratuna keldik. Olotdagi Zahratuna keldik. Hozir o'ynatamiz bachamizni. Rana baba, Yogi baba. Ko'chaga chiqamiz hozir bu yerda. Har doim shera kelamiz, o'ynatamiz. Yaxshi ham shera o'chilan ekan, bo'lmasa bu Ranaxon o'tirmaydi uyda. Ana, detski maydonda biz hozir pulni to'lab o'tkazamiz. Yopilammi nima qilamiz? Biz hozir ovqatlanish uchun o'tirdik. Ranaxon o'ynatishga uzatib qo'yardik. Assalomu alaykum. Ana menyusi o'rtoq. Nima buyursam ekan? Burger yemayman. Koreyani o'zidan burger tiqilib yotibdi. Kabob yeymizmi? Kim? Kelin? Nima qo'laysiz? Nima yeysiz kelin? Koreyada yo'q narsani yeysiz. Burgerlar, hamma narsalar Koreyada bor, lekin kabob yo'q o'rtoqlar. Bordir, balkim men bilmaydigandirman, lekin kabob zakaz etamiz. Ketdik. Kabob yeymiz endi. Jiyanim ham boshladi. Ranaxon mazza o'ynab o'tiribdi o'rtoqlar. Ranaxon qovurilgan kartoshka 100% kartoshkani yaxshi ko'radi, kartoshka yeydi. Bu joyning nimasi yaxshi ekan? Bachchalar o'ynayveradi, ota-onalar o'tirib damini oladi. Oldingi yil kelanimda ham shunday yaxshi ko'randim she'rni shu tarafini. Keyin eng yaxshi ko'rgan narsa, men yaxshi ko'radigan kabob bor. Oshib ko'ramiz o'rtoqlar. Mana salat bilan ikki xili bor ekan bu kabobing. Faqat nonida farqi bor ekan. Bilmadim, biz boshqachasini zakaz etdik. Qanaqa nonligini bilmayman. Oldin men yeb ko'ranimda boshqacha edi. Mana. Ana, ko'rib turganingizdek ro'zadorlar, homiladorlar, so'ksangizlar ham mayli. Menga farqi yo'q. Men faqat O'zbekistonga yeyish uchun keldim. Ota-onam ko'rish uchun ham albatta. Bismillah. O'zbekiston shashliklar samsalanish uchun. O'zbekiston shashligi samsasi boshqacha, teng bo'lib olot samsasi boshqachada. Bir marta yedim, yana olib, necha marta yeyman. Shashlik xo'rligi ham bor, men iminni Nara uchun. Nara shashlik yaxshi ko'rar ekan. Naraxon o'rdilariga ham shashligi to'yib yey olaman. Mana bacham keldi. Aheba. Rano faqat kartoshka free yeydi o'rtoqlar. Boshqa narsa yey bilmaydi. Shuning uchun ish bo'lmasa shuni yesin dedik-da, yana och qolib ketmasin, shokolad yeb o'tiribdi faqat guruchini qizdirib bersak, o'zimizni sho'rva bilan qo'shib yeb o'tiraman. Boshqa narsani umuman yemay o'tiribdi. Ukam ro'zada, ukamning oldida kelin bilan ikkalamiz mazza etib yeb o'tiribmiz. Uka, boboda o'tirmasak ham xafa bo'lmaymiz. So'ksang ham mayli. Yemay keldim degim. Shera O'zbekistonga kelib choy ichdim, ishonasizlarmi? Uyda dadam, onam bular choy ichadi, men ham choy ichdim bularga qo'shilib. Lekin Koreyada paytimda faqat suv ichiladi. Bu yerda choy. Bu yerga keldim, mana yana kola sotib oldim. Kamja free, ya'ni kartoshkani nimasi? Qovuriladi. Mana shuning turishi 15 ming ekan. Buni 35 ming oldik, donasini. Jiyanim yig'lashib boshladi yana. Baribir hamma narsani joyida yegan yaxshi. Rosa ham mazali o'rtoqlar, gap bo'lish mumkin emas. Mazza. Ham qizim mazza etib o'tiraman, ham o'zim mazza etib o'tiraman. Ham kelin bilan mazza etib gaplashib yeb o'tiramiz.
Rosa mazali o'rtoqlar. Rosa mazali. Ha, aytanchi ko'zimni ko'ki ancha ketdi. Hamma o'ylagan eri o'lartaga deb urib uydan qovdi deb o'ylagan, lekin undoq emas. Dushmanjonlarim, umuman sevmanglar. Erim urmadi. Hech ham urmadi. Rana tovassa, ichi kirib. 피자 없어. 움직이지 마. 카메라 막 그만다도 불안하고. Barina. Rosa mazali. Baribir hamma narsani joyida yegan yaxshi. Ichini ko'rsating. Mana. Nara singlim bo'lsa bir yamlamni yutib beradi. Nara uchun ham mazza etib O'zbekiston ovqatlaridan yeb o'tirma o'rtoqlar. Oyga qachig'amanda. Ha. Ranaxon kamchafri yeydi, faqat nimaga bilmayman. Boshqa ovqatlarimizni ham yaxshi ko'radi, shashlik samsalarimizni. Faqat beraversam hech qotib qolishi mumkin-da. Kelinglar sizlar ham mazza etib ovqatlanamiz. Zo'r, mazasiga gap yo'q, vaqt. Super.